Gulday ko'kdan yog'ilarkan nurafshon bog'larda uchrashar edik. Ko'ngilda bir ajib xalon. Assalomu alaykum, Evasga xush kelibsiz. Menga ish kerak. Ish menyuda yo'q. Ukam tezroq zakaz qilgin. Ish masalasi bo'yicha kim bilan gaplashsam bo'ladi? Menejer yoki u kim bormi? Oldingi safar ish qidirib kelmagandingiz? Nomeringizni bersangiz, SMS qilib tashlab beraman. Hurmatli mijoz, zakaz bersangiz men qabul qila olaman. Voy, sani men simadim. Tushunmadim. O'zingiz olmang, sizda qala o'chirta turadi meni orqamda. Shunaqa. Ha, o'tgan safar uchun sizdan to'g'risini aytsam, chin qalbimda. Nima bo'lyapti bu yerda, Charos? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ish so'rab kelgandim. Ha, ish kerak sizga. Ha, yuring, ofisda gaplashamiz. Ha? Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Nima berib taqmoqchisiz?